Assalomu alaykum barchaga. Bugungi videoda Tezkor SMM Shop bot orqali Instagramda obunachi ko'paytirishni ko'rib chiqamiz. Bot juda tez ishlayapti va misol uchun 100 ta obunachi buyurtma bersangiz 300 tadan ko'p yuboryapti. Buni video davomida ko'rishingiz mumkin. Videoni boshlashdan oldin like bosishni unutmang. Ana unda boshladik. Telegramdan Tezkor SMM Shop bot deb yozib olsangiz bot kelib chiqadi. Ushbu botga kirib start tugmasini bosishingiz kerak. Bot havolasini topa olmasangiz video kommentariyasida va opsiyasida bor. Start tugmasini bosganingizdan so'ng bo'limlar kelib chiqadi. Bu yerdan buyurtma berish bo'limini tanlab messenjerlar kelib chiqadi. Telegram, TikTok, Instagram va boshqa bo'limlar ham bor. Instagramni tanlaymiz va bizga hozir obunachilar bo'limi kerak. Obunachilarni tanlaganingizda birinchidagini tanlaysiz. Boshqalarni tanlab buyurtma qilsangiz ham bo'ladi. Buyurtma berishni bosamiz va qancha obunachi kerakligini yozishingiz kerak. Misol uchun bizga hozir 100 ta obunachi yetadi. Video boshida aytganimizdek 100 ta buyursangiz 300 ta keladi. Undan ham ko'p kelishi mumkin. Instagram akkauntingizga kirib, havolasidan nusxa olishingiz kerak bo'ladi. Podelitесь profilim bo'limini tanlasangiz, havolasi kelib chiqadi. Havolasini nusxalab botga jo'natasiz va bu yerdan jo'natganingizdan so'ng esa Instagram akkauntingiz nastroykasidan bitta funksiyani o'chirib qo'yishingiz kerak. Buning uchun nastroykaga kirib, pastroqqa tushganingizda Пригласить друзей funksiyasi kelib chiqadi. Shu funksiyaga kirib, ikkitasini ham o'chirib qo'yishingiz kerak, obunachilar avtomatik qo'shilishi uchun. O'chirib qo'yganingizdan so'ng yuborishni tanlaysiz va buyurtma qabul qilinadi. Buyurtma bazaga yuboriladi va obunachilar qo'shish uchun so'rov degani bu. Profilingizni yangilab turasiz, obunachilar o'zi juda ham tez qo'shiladi. Ko'rib turganingizdek, mana obunachilar ko'pi bilan qo'shib berildi, ya'ni 630 ta obunachisi bor edi, 944 ta bo'ldi. Hozirgina qo'shilgan obunachilar bular, hech qanday video oldindan uyushtirilmagan obunachilar hozirgina qo'shildi. Siz ham botni sinab ko'ring, bot manzili video pastida, opsiyada va kommentariyada bo'ladi. Telegramda hali yangi loyihamiz ishga tushdi. Telegram orqali pul ishlamoqchi bo'lsangiz, bizning foyda uzuvi bot orqali do'stlaringizni botga taklif qilib pul ishlasangiz bo'ladi. Kanalimizga obuna bo'ling. Bu bot haqida ham videorolik tayyorlanadi.